Resulallah, Habiballah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın azırıp geçişinden Allah'a sığınıp panah talep qılıman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainatni yaratqan, bizni dünya və ahiretlik nicatlik yolu bolğan, haq dini İslam diniga hidayet qılğan qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlari bolsun. Alemlerge rahmet kılıp evatilgen Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah olan birge ötken barlık sahabalığa, onların yolunda izcil kıyamet günü kadar әкшіп манған барлық mümin, Müslüman buradarlarga Allah'ın rahmeti ve salamı olsun. Assalamu alaikum, hürmetlik savaqdaşlar. Biz davamlaştırıp kelyapkan Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi Rahiqul Maktum nomliq kitobdagi darsimizni davomlashtirish uchun biz bugun atdigan yana bu madrasaxonaga, bu darsxonaga yig'ildik. Bugün okumakçı olan dersimiz Muşu Cenab-ı Resulullah'a muşu beyat bəgəndən kin beyatın aqıtıdan keladigan bu xatarlar, hadislar, qiyinchiliklarning ne kadar ağır bulduğanlığını bunu yana bir ta'kidlab o'tish. Yani at-ta'kidu min xuturatil bayat. Yine bu bayatның xatirini, yani bayat qilib bo'lgandan keyin o din düşmanları tarafından, müşrikler tarafından har xil qiyin qistoqlar, har xil aziyatlarning kelib qelish ehtimolligini yana bir qatim shu bayat qilg'uvchi musulmonlarga ta'kidlab o'tish. Bayatның shartlari haqidagi suhbatlar tamom bo'lgandan keyin va ba'da أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها. قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتين من النبوة. Bayatның şartları hakkındaki söhbətlər, paranlar tamamlanıp bo'lgandan keyin yani bayatni qilishga, tutish qilishga birlikka kelib bo'lgandan keyin nubuvvatning 11-12 yillardagi ajm mavsumida musulmon bo'lgan tunji turkum musulmonlardan 2 odam dast o'rnidan qobab, o ikkisining biri yana birisining orqasidan qobab, bu mas'uliyatning naqadar ig'irligi, bu mas'uliyatni o'z ustiga olgandan keyin uning orqasidan keladigan xatarlarninki bo'ldiganligini bayat qilguvchi kishilarga ta'kidlash uchun dast o'rnidan turdi. Mana bu bayat qilguvchilar, bu qarg'ularchilar bayat qilmasdan bu bayatning oqibatida qanday xatarning bo'ldiganligini cho'qib bilib turib qilish kerak. Hatta la yubayi'uhu illa ala jaliyatin minal amr. Mana ular Cenab-ı Resulullah'a bayat qilmaydi, faqat bayat qilsa, o'zining nima ish qilayotganligini, nimaga bayat qilayotganligini, bu bayat qilish ishidan nihoyat ujuq bo'lgan bir tunish ustida bayat qilish uchun bu mas'uliyatning xatirini kishilarga ta'kidlash uchun bu ish ko'ylan dast o'rnidan turdi. Hem yine bu iki sahabının özü bu bayat kılıvatkan Müslümanların bu vermekçi olan din yolunda tölemekçi olan bedelinin kurbanlıkka
qanchalik bir tayyorlikninki hozirligining borlig'ini bilish uchun ham uni ta'kidlab mundoq dedi. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيع قال العباس بن عبادة بن نزلة هل تدرون إلى ما تبايعون هذا الرجل ibn İshaq rahimahulloh o'zining Sirat nomli kitobida mundoq dedi. Mana bu bay'at qilish uchun yig'ilgan bu 73 musulmon ikki dona ayolning o'zi bay'atga birlikka kelgan yig'ilgan vaqtida Abbos ibn Ubadat ibn Nazd radhiyallohu anhu mundoq dedi. Bilamsizlar, sizlar bu odamga, ya'ni bu janob Rasulullohga nimaga bay'at qilyapsizlar, buni bilamsizlar? Qalu na'am. Bu bay'at qiluvchi musulmonlar bilamiz dedi. Dedi Abbos ibn Ubadat ibn Nazd radhiyallohu anhu, innakum tubayi'unahu ala harbil ahmar vel aswad minan nas. Çoğum sizlar o janob Rasulullohga bu qip-qizil bir urushqa, ya'ni qon to'kiladigan, hayotidan ayriladigan bir urushqa, ya'ni yo'lbosdak odamlar bilan urush qilishga bay'at qilyapsizlar. Fa in kuntum tarawna annakum iza nahakat amwalakum musiba wa ashrafakum qatlan aslamtumuhu famin al-an فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. Eğer sizlarning iqtisod mulkinglarni bu bay'at qilgandan keyin keladigan musibatlar acizlashtirib tugashtiribsa, sizlarning obro'li kishilaringlarni bu qip-qizil urushdagi, ya'ni sizlar bay'at qilgandan keyinki bu urushli o'ltirilishlar tugashtiribsa, sizlar bu janob Rasulullohni topshirib beramiz degan xiyolda bo'lib qolgan bo'lsanglar, hozirdan boshlab bu ishni qilmanglar. Chunki ashunda qarashda bo'lib turib, yana shu bay'at qilishinglar Alloh bilan qasam, agar qilib qolsanglar dunyo va oxiratdagi rasvolikdir. Agar sizlar bu Muhammad alayhisalomni o'zingni taklif qilayotgan, chaqirayotgan ishlar bilan bu Rasulullohga bergan bu ahdinglarga, bay'atinglarga vafo qila olamiz degan qarashda bo'lsanglar, mayli iqtisodingni qanchalik ziyon uchrab ketsin, sizlarningki obro'li kishilaringni qanchalik o'ltirilib ketsin, mushunga vafo qilamiz degan qarashda bo'lsanglar, fakhuzuhu. Mana bu bay'atni qilib, bu janob Rasulullohni chin tutinglar. Chunki bu chin tutish Alloh bilan qasam dunyo va oxiratning yaxshiligidir. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله. Mana bu bay'at qiluvchi sahobalar javob berib dediki, biz bu janob Rasulullohni iqtisodimiz qanchalik musibatga uchrasin, qanchalik ziyon uchrab ketsin, obro'li kishilarimiz bu yo'lda, bu yo'lning oxirisida, oqibatida qandoq bir qatl qilib tugab ketsin, biz bu bergan ahdimiz ahdi, bay'at qilganimiz qilgan bu janob Rasulullohni qo'g'daymiz, janob Rasulullohni birga yapamiz. Fama lana bizalika ya Rasululloh in nahnu wafayna bizalik. Ya Allohning payg'ambari, agar biz shu bay'at ishini qilib, shu o'tirib qo'yilgan bay'at shartlarga vafo qila olsak, bizga nima bor dedi. Qala al-jannah. Janob Rasululloh javob berib dediki, jannat bor dedi. Qalu absit yadaka fabasata yadahu fabaya'u. Mana bu bay'at qiluvchi sahobalar dediki, ey Allohning payg'ambari, qo'llarini asla yayislar.
Rasulullah özünün qulunu içmədi, o sahabalar Rasulullah'a beyat qıldı. Cabir radiyallahu anhu'nun rivayetinde yine mundaq dep. Dedi Cabir radiyallahu anhu, biz dəs onumuzdan qopduq, Rasulullah'a beyat qılımız. Rasulullah'ın qulunu Əsad ibn Zurara radiyallahu anhu tuttu. Mana bu Əsad ibn Zurara radiyallahu anhu 70 adamınki içindeki yaşı en küçük kişiydi. Andakin dedi Cabir radiyallahu anhu, Ruvayda ya ahli Yasrib. Toxtanglar, ey Yasrib ahlileri, çoxum biz bu Peygamber yani Cenab-ı Resulullah tarafga bu tüygüllerimizni bu yerga aydab kelmadik. Yani tüygüllerimizga minib bu yerga hech qanday bir ishni deb, hech qanday bir ishni maqsad qilib safar qilib kelmadik. Faqat biz o Allah'ın peygamberi deb bilib keldik biz bu yerga. O peygamberini bugün kunda bu Mekke'nin özüden Medine'ye hep çıkıp getiş, Mekke'den hep çıkıp getiş, bütün Araplar bilen ayrılış demektir. Hem aranlardaki en yaxşı kişilerini öldürüp tügeştiriş demektir. Endi qilishlarning o'zi sizlarga hujum qiladigan, sizlarga qilishlarning o'zi yalang'ochlanib, tanlanib turadi demektir. Sizlarni mushunga sabr qila oladigan, mushunga bardoshlik bera oladigan bo'lsanglar, bu Rasulullahni tutib olinglar. Sizlarning ajringlar Allohga bo'ladi. Sizlar agar o'zinglardan, jininglardan ansiraydigan, xavfsiraydigan, qo'rqiydigan bo'lsanglar, fazaruh. Dal mush joyda jim qo'yib qo'yinglar Rasulullohni. Fa huwa a'zaru lakum indalloh. Mana o qo'yib qo'yish sizlarga Allohning huzurida qiyomat kuni uzrlik bo'ladi dedi. Aqdul bay'a. Bay'atning chegilinishi. Yine bay'at ahlilarning to'xtam qilib bekitilinishi. Bay'atning shartlari bekitilib bo'lgandan keyin endi mushu bay'atga mas'uliyatni shuncha ta'kidlash bo'lgandan keyin bu bay'atningki chegilinishi, bay'atning bekitilinishi qo'l tutishib ko'rishish bilan boshlanib ketdi. Dedi Cabir radiyallahu anhu, Əsad ibn Zurara radiyallahu anhu'nun sözünü hikaye qilib bo'lgandan keyin dedi Cabir radiyallahu anhu qolgan sahabalar dedi ki, ya Əsad, amti anna yadak. Yani bizden bir qo'lini tatqin. Allah bilan qasam, bu bay'atni biz tark etmaymiz. Hem bu bay'atning o'zini biz nayta oddiy kichik bir ish deb qarab qolmaymiz. Va hina izin عرف أسعد مدى استعداد القوم للتزحية في هذا السبيل وتأكد منه وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير فكان هو السابق إلى هذه البيعة. Del şu vaqtida Əsad ibn Zurar radiyallahu anhu bu bay'at verişin yığılgan bu sahabalarning mushu yo'lda qurban berish, fidokorlik uchun qanchalik bir hozirlik ko'rganligini to'nib yetdi. Hem bu qanchalik hozirlik ko'rganligiga jazmiy ishondi. Hem bu Əsad ibn Zurar radiyallahu anhu Musab ibn Umayr radiyallahu anhu bilan birlikda eng cho'ng bo'lgan islom da'vatchisi edi. Hem bu Əsad ibn Zurar radiyallahu anhu mana mush bay'atga oldida qilg'uchi bo'ldi. Dedi Ibn Ishaq, Banu Najjar qabilasi cho'qim Aba Umama, Əsad ibn Zurara bu Cenab-ı Resulullah'ın qo'liga o'zining qo'lini urgan tunji shaxs bo'ldi deydi. Shuningdan keyin umumiy bay'atlar boshlanib ketdi. Dedi Cabir radhiyallohu anhu, biz Rasulullah'ın qashig'a bir-birlab qo'pab bordik. Rasululloh bizdan bay'atni oldi. Rasululloh bizga shu bay'atning badaliga jannatni berdi. Ammo shu voqeaga, ya'ni shu bay'at vaqaligiga hozir bo'lgan
ikki ayolning bayiti qaysi shaklda bo'lgan degan kelsak, fakana qawlan. Mana bu ayollarning bayiti so'zma-so'z bo'lgan. Ma safaha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam imra'atan ajnabiyya faqat. Janob Rasululloh o'ziga yot bo'lgan bir ayolning qo'lini tutib boqmadi. Mana bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Yani şu bayat qiluvchilarning ichidan 12 dona mas'ul rahbarning saylanish. Isna ashara naqiban. Wa ba'da an tammat al-bayat talaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaqtaru isnay ashara za'iman yakununa nuqaba'a ala qawmihim yukaffiluna al-mas'uliyata anhum fi tanfiz bunud hadhihi al-bay'ah. فقال للقوم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. Yani bayat tamamlanıp bo'lgandan keyin Janob Rasululloh 12 dona rahbarni tanlashni talab qildi. Mana bu 12 dona rahbar o'z qavmiga mas'ul bo'ladi. Hem shu bayatning shartlarini ijro qilish jihatda ular to'g'risidagi mas'uliyatga kafolatlik qildi. Dedi Janob Rasululloh qavmlarga ahriju ilayya minkum 12 naqiban liyakunu ala qawmihim bima fihim. Mana aranglardan 12 dona mas'ul kishini chiqarib beringlar. Ular o'z qavmiga, o'z qavmining ishida bo'layotgan ishlarga mas'ul bo'lish uchun dedi. Fatamma ixtiyaruhum fil hal. Mana ularni tanlash shu ahvolda to'liq bo'ldi. Mana ular Xazraj qabilasining 9'i, Avis qabilasining 3'i bo'ldi. Siz endi shu tanlangan shu rahbarlarning o'zini 12 dona rahbar mas'ulning ism tizimligini tuvanda keltiring. Nuqabaul Xazraj. Xazraj qabilasidan tanlangan mas'ullar. Birincisi Asad ibn Zurara ibn Adas. İkinci Sa'd ibn Rabi'a ibn Amr radiyallahu anhu. Üçüncüsü Abdullah ibn Ravahat ibn Sa'laba radiyallahu anhu. Dördüncü Rafi' ibn Malik ibn Ajlan radiyallahu anhu. Beşinci Bara ibn Ma'rur ibn Sakhr radiyallahu anhu. Altıncıdan Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu. Yettinciden Ubadet ibn Samit ibn Qays radiyallahu anhu. Yettinci Sa'd ibn Ubadet ibn Dulaym radiyallahu anhu. Dokuzuncusu Munzir ibn Amr ibn Hunays radiyallahu anhudur. Nuqabaul Aws. Aws qabilasidan tanlangan 3 dona mas'ul. Birincisi Usayd ibn Huzayr ibn Sammak radiyallahu anhu. İkincisi Sa'd ibn Haysamat ibn Haris radiyallahu anhu. Üçüncüsü Rifa'at ibn Abdul Munzir ibn Zubayr radiyallahu anhudur. Mana şu mas'ul rahbarlarni tanlash to'liq bo'lganda Janob Rasululloh ularning bir mas'ul, bir boshliq bo'lish sifati bilan ulardan yeni bir ahdnomani oldi. Qala lahum antum ala qawmikum bima fihim kufala kafalatil hawariyyin li Isa ibn Maryam ve ana kafilun ala qawm yani muslimin. Qalu na'am. Rasulullah ular dedi ki sizlar bo'lsanglar o'z qavminglarga ularning ichida bo'lgan ishlarga kafil. Xuddi havoriyullar Isa ibn Maryamga kafil bo'lganga o'xshash. Yana Isa ibn Maryamni qo'g'dash, himoya qilish ishlarida kafil bo'lganga o'xshash. Men o'z qavmimga, ya'ni butun musulmonlarga kafil. Dedi sahobalar, dedi bu mas'ul xodimlar bo'ladi dedi. Şeytanun yakteşiful muahede. Şeytan bu ahdname, bu beyat ahdlarına uçup bilip kalıdı, hem haş kalıdı. Velemma temme ibramul muahede. Mana bu kelişim ahdile qara qilish, bekitish tamam bo'lgan vaqtida ve beyat bergan ahdlarni bergan kishilar tarqilish oldida turgan paytda
bu bay'atning ishlarini shaytonlarning bisi bilib qoldi. Chunki ashu bilib qolish bu bay'atning bu eng oxirgi vaqtlarda kelgan bo'ldi. Endi Quraysh boshliqlariga bu xabarni maxfiy holatda yetkazish imkoniyati bo'lmadi. Yetkazib qolgan bo'lsa Quraysh boshliqlarininki shu jilg'ilarda to'plashib turgan shu sahobalarni ushtin tut bostirib kelish uchun bu xabarni Quraysh boshliqlariga maxfiy holatda yetkazish imkoniyati bo'lmadi. Ham shu shayton dast o'rnidan turib, başa ziminin üstün bir döngülük üstürüp durup, bu ağlandıgan en tiz, en ötkür boğan bir avaz bilen vaqırap doğuludu. Ey urun əhlilere, ey mahalle əhlilere, hallekum fi muzammem ve sabat ma'ahu. Sizler bu Muhammed bilen birge boğan Atabos'un dininden çıkıp ketken kişiler hakkında malumat bilgeni var mı? Bularning ishidan xabar topgani bormi? Bular sizlar bilan urush qilish qaroriga kelib bo'ldi, u ish bo'ldi dedi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Haza azabul aqaba. Ama vallahi ya aduvallah la atafarraghanna lak." Summa amarahum an yanfaddu ila rihalihim. Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam, mana bu osuma muştavanın tüklük bir mehlukudur. Ama Allah olan kasemi Allah'ın düşmanı, ben sana emri baka olup çıktım, emri baka olup buldum sana. Andayken Cenab-ı Resulullah olanı özlerininki yük takıllarına, özlerinin kuklaydığın şükün caylarına tarqılıp geçişke buyurdu. İsti'dadul ensar li zerbi Qurayş'in. Ensarilerin Qurayşliklerine zarf veriş için tayyorlik görüşleri. Ve inde simai savti hazır şeytan qâlel Abbas ibn Ubadet ibn Nazl vellezî ba'aseke bil haqq in şi'te lenamilenne ala ehli mina gaden bi esyafina. Bu şeytanın avazı anlanğan çağda dedi Abbas ibn Ubadet ibn Nazl radiyallahu anhu, seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan Alloh bilan qasam qilib aytamanki, agar sen xohlasan, Mina ahlilariga ata qilishlarimiz bilan yurish qilamiz dedi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Lam nu'mar bizalik, walakin irji'u ila rihalikum." Faraja'u va namu hatta asbahu. Cenab-ı Resulullah bu Abbas ibn Ubadet ibn Nazr radiyallahu anhu'nun bu sözüge cevaben mundaq dedi. Men bu qilish bilan urush qilishga buyurilmadik. Lekin sizlar o'zinglarning tushgan qilgan joyinglarga qaytib ketinglar dedi. Ular qaytib ketdi, ular ashari qilib qolgan mushriklar bilan birga uxlab qoldi, hattoki tang birga tong otdi. Qurayshun tuqaddimul ihtijaja ila ru'asai Yasrab. Qurayshlar Yasrab boshliqlariga hujjat isbot sunudi. Lamma qara'a hazal khabaru azana Quraysh waqa'at fihim sujja wa sawarathumul qalaqil wal ahsan لأنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. Mana bu xabar Qurayshlarning quloqlarına qaqib kirgandan keyin, ya'ni Qurayshlarning quloqlariga mush urgandek kelgan vaqtida ularning ishida cho'qon so'rallar yuz berdi. Ularni bearomlik, andishalar, g'am, qayg'ular o'rib oldi. Chunki ular buning o'xshash bay'atning oqibati ham uning o'zlariga o'zlarining iqtisodiga nisbatan u bay'atning etkiladigan natijalaridan tamoman bir tunishdi edi. Ular tong attirish olan kim Quraysh boshliqlaridan, Qurayshlarning cho'ng-cho'ng jinoyatchi katavashlaridan cho'ng bir o'mak
bu Medine ehlilerinin qışığa yüzünüp geldi. Özlerinin bu ehli kilişim qoğan qattiq bir öcet paketlerini sonuç üçün. Dedi bu ümmet, ya ma'şeral Hazraç. Ey Hazrat guruhi, bizge bizning bu sahibimizden qışığa kelib, onu aramızdan ep chiqib ketmoqchi bo'lganligini, bizga urush qilishga qarata onunga bayat qilganlik xabarini yetdi. Allah bilan qasam, arablardan bizga, biz bilan ularning orasida, ya'ni sizlar oranglarda bir urushning portlab chiqishidan bir o'ch ko'rildigan bir ish yo'q, bir mahalla yo'q. Bu Hazrat müşriklere bu bayatın iş narsadan haberi yok idi bilmeydi. Çünkü bu bayat tamamen məxfilik içinde kişinin qarangılıqda tamam bo'lgan edi. Mana aş müşriklarımızı Allah bilan qasam qilib aldığı çıktı ki hiç narsa bo'lmadi, biz hiç narsani bilmadik deyishdi. Olar Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qashig'iga kelib geldi ki Abdullah ibn Ubay ibn Salul deydi ki azab batilon. Bu gap yolg'on gap. Bunda ish bo'lmadi. Mening qavmim menga buningga o'xshash bunda aldamchilik, bunda saxtpazlikni qilmaydi. Walau kuntu biyasrab ma sana'a qavmi haza hatta yu'amiruni. Agar men bularning qishlig'i turib o'tdimmi, agar men Madinada bo'lgan bo'lsammi, mening qavmim bunda ishni qilmadi, menga maslahat solmay turib dedi. Ammo musulmonlar o'zaro bir-biriga qarashdi. Ular lamjim demay jim turdi. Ulardan bir odam shunda bo'ldi yoki bo'lmadi deb so'zlamadi. Ve mâle zu'amâ Qurayş'in ilâ tasdiqil müşrikin feraca'u khâibin. Mana bu Qurayş başlıklara müşriklarni tasdiq qilish, müşriklarning gibi ras deyishga moyil bo'ldi. Ular o'zlarininki maqsad qilib kelgan maqsad qoyillaridan siyon topgan holatda qaytdi. Ta'akkadal xabaru lada Qurayş'in ve mutaradatul mubayyin. Mana bu ahvol, bu bayat xabarlari Qurayshliklarda aniq bo'ldi. Ham bayat qilguvchilarning og'zini qo'g'lab tutush harakatlarini boshladi. Ada zuama va Makkata va hum ala shibhil yaqin min kizbi hazal xabar. Lakinnahum lam yazalu yatanaddasunahu. Ay yaksuruna al-bahtha anhu va yudaqqiquna an-nazara fihi. حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا. Mekke başlıkları ola bu haberinin yalğancılığından, yalğanlık altından yerin bir işenci üstüde qaytib ketken. Lekin ola davamlıq bu haberini nəhayət köp tekşürgen. Yeni bu haber hakkında izlenişlerini köp kıldı. Bu haber hakkında nəhayət inçki mulayizlarını, inçki qaraşlarını hep bağdı. Ular bu xabarninki, ya'ni bayat qilish xabarninki to'g'ri bo'lganligi jazmlashdi. Bayatning amaliyoti tamom bo'lganligi jazmlashdi. Mana shu o'sim bir bilik hojilarninki, yana shu ajr qilib keluvchilarning o'z vatanlariga qaytib ketgandan bo'ldi. Ularning otliq chavandoz qo'shinlari bu alibga Yasrablik, ya'ni Madinadan ajr qilish uchun kelgan bu madinliklarning og'zidan qo'g'lashga oldirdi. Lekin vaqt allı burun ötüp ketib olgandan keyin bo'ldi. Lekin ularning o'zi Sa'd ibn Ubada, Munzir ibn Amr degan bu ikki sahabini ko'rib qolish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ikkisini qo'g'lab tutib oldi. Ammo Munzirga kelsak, bu qavmlarni ojiz qilib, qavmlarni ojizlashtirib, qanday qildi, bu qochib ketdi. Ammo Sa'd roziyallohu anhu uni tutib oldi. Ular Sa'd roziyallohu anhuning qo'lini aynan bo'yniga onunki yük taqısınınki tasması bilan bağlavatdı. Ola o Sa'd ibn Ubada raziyallahu anh'ını urdu, onu söyleydi. Onun çaşlarını yolup tatıldı. Onu Mekke'ye etkerdi. Mutlim ibn Adi, Haris ibn Harb ibn Umeyye bu işkisi Sa'd ibn Ubada raziyallahu anh'ını tutquzib aldı ularning qo'llaridan. Bu vaqtda Sa'd raziyallahu anhu bu ishkisininki Madinadan o'tadigan karvonlarga amonlik berdi. Ansorilar
bu Sa'd ibn Ubad radhiyallohu anhuni yo'qitib qo'ygan vaqtida bu Qurayshlarga qayta hujum qo'zg'ash maslahatini qilishdi. Shu asnoda Sa'd ibn Ubad radhiyallohu anhu ularning qishig'i oshkor bo'lib chiqdi. Qavmlarning hammasi Madinaga yetib kelib bo'lgan edi. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والبلاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبصار في هذا السبيل. Mana bu o'smi 2-aqaba bay'ati bo'ldi. Mana bu 2-aqaba bay'ati islom tarixida Bay'atul Aqabatul Kubra deb atilib kelgan. Ya'ni cho'ng aqaba bay'ati deb tanilib keldi. Mana bu bay'at muhabbat, do'stlik tuyg'ulari, musulmonlarning orasidagi hamkorlik tuyg'ulari, mush yo'ldagi botirlik, jasoratlik, ishonchi tuyg'ulari yuqori pallaga ko'tarilgan bir muhit ichida tamomlandi. Fa mu'minun min ahli Yasrib yahnu ala akhihi al-mustaz'ib fi Makkah va yata'assabu lahu va yaghdibu min zalimi. Madina ahlidan bo'lgan bir mu'min o'zining Makkada turayotgan ojiz, bechora bo'lib, Makka mushriklari tomonidan izilishga uchragan, zulmga uchragan qarindishiga kuyinadigan va uning uchun bo'lishadigan va uning zalimiga g'azab, nafratni yog'diradigan bo'ldi. Va tajishu fi hanayahu mashaa'iral ود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. Mana bu mu'min musulmonning taraflarida vujudida o'zi g'oyibona Allohning zoti to'g'risida yaxshi ko'rgan bir qarindishiga do'stlik tuyg'ulari qo'zg'alib turdi. Mana shu tuyg'u hissiyotlar bu kunlarning o'tishi bilan yo'qolib ketadigan bir vaqtlik bir tuyg'u natijasida bo'lmadi. Balki u tuyg'uning manbasi Alloh qo'ygan, Allohning payg'ambariga, Allohning kitoblariga qo'ygan iymon bo'ldi. Mana bu iymon bu zolim, tajovuzchi kuchlardan qaysi bir kuch oldida yo'qolib ketmaydigan, tavranmay, mazmut turadigan iymondir. İmanun iza habbat rihuhu ja'at bil ajaib fil aqidati vel amal. Mana bu imanning shamallari qo'zg'algan vaqtida aqida va xizmat, amal jihatlarida ajoyib mo'jizalarni olib kelgan iymondir. Va bi hazal iman istata'a al muslimuna an yusajjilu ala awraq ad-dahr a'malan va yatruku 'alayha atharan خلع عن نسائرها الغابر والحاضر وسوف يخلو المستقبل. Mana shunda iymon orqali musulmonlar bu davr varaqlariga, davr batlariga ajoyib zo'r xizmatlarni xotiralash. Bu davr batlariga, varaqchilariga ajoyib ish izlarni qoldirishga qodir bo'la oladi. Mana bunda xizmat, bunda ish izlar, bunda ish izlarning o'qishlari o'tgan zamonda muxoli bo'lgan. Kelgusida bunda xizmat, bunda ish izlarning bo'lishi mumkin emas. Mumkin bo'lmaydigan ayda ish izlarni mushu davr varaqchilariga ham davr batlariga xotirlashga qodir bo'ladi. Talaiyul hijrat. Yani biz hicratning oldingi saf qismlari, hijrat avangardlari haqida to'xtalamiz. 2-aqaba bay'ati tamom bo'lgandan keyin islom kufr bilan jaholat bilan to'lqinlanayotgan sahroyi cho'llikning o'ttirusida o'ziga bir vatanni ta'sis qilishda muvaffaqiyat qozondi. Mana bu sahroyi cho'llikning o'ttirusida o'ziga bir vatanni ta'sis qilishda muvaffaqiyat qozonishi islom o'z da'vatining beshidan boshlab bu qo'lga keltirgan eng sharafli bo'lgan bir natijadir.
Şu esnada Cenab-ı Resulullah Müslümanlara aşı vatanga hicret qilishga ruxsat qildi. Ve lem yekun ma'nal hicreti illa ihtarul masalih. Hicretning ma'nosi faqat manfaatlarning o'zidan voz kechish va iqtisodiy jihatdan qurbon berish, badal to'lash va nijatu bi shaxsi fahasbu. O'zining shaxsiyatini qutuldirish demakdir. Ma'al ish'ar bi annahu mustabahun manhubun qad yahliku fi awail at-tariq aw nihayatiha wa bi annahu yasiru nahwa mustaqbilin mubham la yadri ma yatamakhazu لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحسان. Hem bu hicretning ma'nosi bütün manfaatlarning o'zidan voz kechish, yeni manfaatlarni qo'ldan berish, iqtisodiy jihatdagi qurbonliklarni berish, o'z shaxsiyatini qutuldirish demakdir. Shuni bildirib qo'yish bilan o'zi ham din dushmanlari tarafidan qana ruxsat qilingan ham bütün manfaatlardan, zo'r imtiyozlardan mahrum qoldirilganligini bildirib qo'yish. Gayet o kishi yo'lning avvalida o'lib ketishi mumkin yoki yo'lning oxirgi chekiga borganda o'lib ketishi mumkin. Ham o o'zining noma'lum bir kelgusiga qarab mengayotganligini bildirish. Endi mushu o'zining mengayotgan noma'lum kelgusi yo'llarida qandaq bearamlıklarning, qandaq qayg'ularning kelib chiqishini bilmaydi. Hicret demek budur. Ve bada'al muslimuna yuhaciruna ve hum ya'rifuna kulla zalik. Müslümanlar aşının hemmisini berip durup hicret qilishga başladı. Müşriklar o Müslümanlar bilan ularning yurtidan, o'z yurtidan chiqish aralığında to'sqinlik qilishga başladı. Nimishqa deganda mushriklarning o'zi Müslümanlarning o'z yurtidan boshqa yurtga chiqib ketishni bir xatar deb his qilganligi uchun. Mana o mushriklarning xatar deb his qilganligi haqidagi o'rnak namunalarni tuvanda misol qilib keltiraman. Birinchidan kana min avvalil muhajirin Abu Salama hajara qabla al-aqabatil kubra bi sanatin ala ma qalahu Ibn Ishaq ve zawjatuhu ve ibnuhu. Mana tunji qatim Madinaga hijrat qilgan Müslümanların içinden Ebu Salama radhiyallahu anhu var. Mana bu İbn İshaq'ның degan bo'yicha bu cho'ng aqaba bayitidan burun, cho'ng aqaba bayitidan bir yil burun hijrat qilgan. O'zining ayoli, o'zining o'g'li bilan. Mana bu Ebu Salama radhiyallahu anhu yurtdan chiqish qaroriga kelgan vaqtida qala lahu asharu. Mana bu Ebu Salama radhiyallahu anhuga onunki ayol tarafidan bo'lgan quduvchilar dediki azihi nafs. Mana bu üzang. Bizga üzang onun qarta nafsinga qarta g'olib keldi. Ara'ayta sahibatana azihi. Endi bizning ma hamroyimizga qarta tapaqan. Biz seni nimishga qo'yib boramiz, nimaga qo'yib boramiz. Sen bu hamroning o'zini shaharlarga olib ketsa, ular onundan onun ayolini tatib berib oldi. Ebu Salama radhiyallahu anhu'ningki jamatlari o'z odami bo'lgan Ebu Salama uchun g'azab qilib o'tirib chiqdi. Dedi ular, biz o'g'limizni o ayol bilan tashlab qo'ymaymiz. Dedi, bu vaqtda uni bizning sahiblarimizdan tatib elinglar dedi. Ular balını o'zaro tatishdi. Ular o balning qo'lini chiqaribdi. Ular o balni olib keldi. Ebu Salama radhiyallahu anhu yolg'iz Madinaga yurish qilib mangdi. Ummu Salama radhiyallahu anha o'zining eri ketgandan keyin, o'zining o'g'li qo'ldan ketib, zoya bo'lib ketgandan keyin har atdiganlikda bu sayliqqa chiqib, yig'laydi, kechda qaytib keladi. Mush tariqada bir yil o'tdi. Faraqqalaha ahadu zaviha.
Mana bu Ummu Salma radhiyallohu anhu'ningki tuqqanlaridan birisi onun işe ağırtıp dedi ki ala tukhrijuna hazihil miskine. Selam biçare miskinin özünü çıkarıp atmamsın. Onun olan onunki eri ve onunki balısı otursun ayırıp attığına. Dedi ola bu Ummu Salma radhiyallohu anhaga ilhiqi bi zawjika in shi'ta. Xalisan erinin qaşıga ket dedi. Hem bu Ummu Salma radhiyallohu anha özünün oğlunu erinin cemaatleri tarafından qaytarıp berishini talep qildi. Hem Medine'ne irade qilib chiqdi. Yani bu igiz tağlar, halakatlik jilg'lar orasida ütüp mağdığan 500 kilometrece keladigan bir safarga chiqdi. Mana Ummu Salma radhiyallohu anhu bilan Allah'ın məxluqlarından onun ega bo'ladigan, onun amra olib mağdığan bir inson yo'q. Mana o Tan'im degan joyga kelgan vaqtida Ummu Salma radhiyallohu anhaga Osman ibn Talha ibn Abi Talha radhiyallohu anhu uchrashib qoldi. Hem bu zatning o'zi uning ahvolini bilgandan keyin uni uzitib qo'ydi, hatto uni Madinaga olib keldi. Hem bu Osman ibn Talha ibn Abi Talha radhiyallohu anhu Quboga qarab dediki sizning eringiz mushkanatda. Siz erinizning qashiga Allohning barakati bilan kiring dedi. Ondan keyin o Makkaga qaytgan holat qaytib ketdi aqsiga. Yani ikkinchidan, yani Qurayshlarningki musulmonlarning o'z yurtidan Madinaga hijrat qilib chiqib ketishni bir xatar deb his qilib qarashdi. Ikkinchi misol Suhayb ibn Sinan Rumi radhiyallohu anhu Janob Rasulullohdan keyin hijrat qildi. O hijratni irada qilgan vaqtning o'zida o Suhayb ibn Sinan Rumi Quraysh kafirlari dedi: "Ataytana sa'lukan haqiran fakasura maluka indana ve ballagta allazi ballagta thumma turidu an takhruja bimalika ve nafsik wallahi la yakunu zalik." Faqala lahum Suhayb: "Ara'aytum in ja'altu lakum mali atakhilluna sabili?" قالوا نعم. Mana bu Suhayb ibn Sinan Rumi radhiyallohu anhu hijratni irad qilgan vaqtda onun Quraysh kafirlari dedi: "Bizning qashimizga sen naitibak haqir, naitibak alqin namrat holati kelgan eding. Endi bizning qashimizda sening iqtisoding ko'payib qoldi. Sen yetgan bu martabaga yetding. Endi sen iqtisoding Cenin bilan mush yurtdan boshqa yurtga chiqib ketmoqchimi? Alloh bilan qasam, bunda ish bo'lmaydi. Dedi Alloh Suhayb Rumi radhiyallohu anhu: "Ara'aytum in ja'altu lakum mali atakhilluna sabili?" Tapaqma agar men sizlarga iqtisod mulkimning hammasini bersam, mening yo'limni qo'yib o'tamsizlar dedi. Bu Quraysh kafirlari dediki bo'ladi dedi. Dedi bu Suhayb ibn Sinan Rumi radhiyallohu anhu sizlarga iqtisodimning hammasini berdim. Bu ahvol Janob Rasulullohga yetgan vaqtda dedi Janob Rasululloh Rabiha Suhayb degan. Suhayb radhiyallohu anhu bu foyda oldi. Suhayb foydaga erishdi dedi. Üçüncüden Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ayyash ibn Abi Rabi'a, Hisham ibn Asim ibn Vail qatorliq kishilar Moşu Sarat degan joyning ustun tarafidagi Tanazub degan ismli bir o'rinning o'zida uchrashishga va'dalashdi. Atdigan saharda ashad uchrashdi. Ondan keyin ular Madinaga hijrat qildi. Umar va Ayyash yig'ildi. O ikkisidan Hishamning o'zi sal to'xtatib qo'yildi. Ular Madinaga kelgan vaqtning o'zida ular Quboga tushganda Abu Jahil ve onun qarindoshi Harisning o'zi Ayyash ibn Rabi'aning qashiga keldi. Hem bu üçünün onasi bir edi. O o'zimi Muharrabaning qizi Asma edi.
Mana bu iş söylen Ayyaş ibn Rabi'a radıyallahu anh dedi ki inne ummeke kad nazarat en la yamussa ra'saha mişattun. Dedi bu iş söylen Ayyaş ibn Rabi'a'ya çokum senin anan yüzünün beşiğe böyle tağak tepkizmezlikini nazar kıldı. Hem seni kömeyi durup böyle koyaşının nemisinin saydımaslıkka nazar kıldı dedi. Ferakkalaha. Mana bu Ayyaş ibn Rabi'a radıyallahu anh anısını iş çağırdı ve onu Ömer radıyallahu anh dedik ya Ayyaş innehu vallahi in yuridukel kavmu illa liyeftenuke en dinike fehseruhum. Çokum Allah olan kasem sana o kişilerin özü hiç nasıl irade kılmaydı fakat sana öz dininden azdırışını irade kıldı. Sen onlardan bakas bol ihtiyat kıldı. Çünkü Allah olan kasem eğer senin ananga piştinin özü eziyet bəsə elbette o çeçini taraydı. Eğer onun Mekke'nin ısıqlı karar kattık olsa o amın sayının kaşığı gelip sayıdaydı. Ayyaş ibn Rabi'a radıyallahu anh fakat o işkisi bilen birge çıkış özünün anısının qasmini işqi aşırış üçün o işkisi bilen birge çıkışını karar kıldı. Fekale lehu Ömer Ayyaş ibn Rabi'a Ömer radıyallahu anh dedi ki ama sen kıldığın kılmışanı kıldın. Onda kılgan maminin tügemini ele al. Çokum bu tüge naiti yaramlık çapıdığın bir tügüdür. Sen bu tügünün üstüne lazım tut. Eğer sana kavmular tarafından bir şek guman kep kalsa ya sana hücum kılış ya ki seni din doğrusundan kıynayılgan bir guman kep kalsa sen bu tügü arkalık kutulup kelgen dedi. Fekaraca aleyha ma'ahuma. Mana bu Ayyaş ibn Rabi'a radıyallahu anh bu tügügü mönüp bu işkisi bilen birge çıktı. Ola yerim yolga kelgende bu Ayyaş ibn Rabi'a'ya Ebu Cehil dedi ki ya İbn Ummi ey anamның oğlu vallahi laqadis tagladat ba'iri haza Allah olan qasam mening ma tügemning dömbüllere sal qattiq bo'lib oldi. Meni o'zingning ma tügünün aqsiga mendirib olmamsa dedi. Dedi Ayyaş ibn Rabi'a radıyallahu anh bo'ldi dedi. Bu özünün tügüsüne tızlandırdı hem ulamı tügüsünü tızlandırdı o tügüge örülüp çıkış için. فَلَمَّسْتَوُوا بِالْأَرْضِ عَدَوَا عَلَيْهِ فَاُسَقَاهُ وَرَبَطَاهُ Ola sel zemenge tüz boğulduğu vaxtıda bu Ayyaş ibn Rabi'a radıyallahu anh'a bu işkisi tacavuz kıldı, onu çın çetip bağladı. Ola o Ayyaş ibn Rabi'a radıyallahu anh onu Mekke'ye bağlılık halatı köp gündüzde yetkirdi. Dedi bu iş söylen ey Mekke ehli. Selamı üzerlerinin akılsız deven 4 kişilerinlağa münda kılana. Bizden ma 4 akılsız kişimizge münda kıldık degen. Hem de ola aş hicret kılışını bilge vaxtınızda hicret kılmak olan erkanda kişinin özüge müşrikler kılan kılmışlarına nispeten şu 3 örnek yeterlik buludu. Lekin şunun karamasından kişilerin öz ara bisbisiga erişip akı üzülmeye çıktı. Hem şu çoğun akabe beyti bulup 2 ay bir qancha günden keyin Mekke'de Müslümanlardan fakat Cenab-ı Resulullah Ebu Bekir'e eli. Hem müşrikler mecburi to'xtatib ep qalgan, sulavagan kişilerden başka kişiler kalmadı. Hem bu Ebu Bekir olan eliga bu ikisi Resulullah'ın o ikisi koygan buyruğu olan kep qalgan. Hem Cenab-ı Resulullah özünün tayyorligini qiliverdi bu hicret yine Medine'ye çıkışga qachon buyurilganligini kütüp. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın özünün tayyorligini qiliverdi. İmam Buxari Ayşe radıyallahu anh'dan şundaq bir hadisni rivayet qildi dedi Ayşe radıyallahu anh'a dedi Cenab-ı Resulullah Müslümanlarga çoqum men sizlarning hicret qilgan yurtinglarni
ikki sayliq orasidagi bir xormizorlik ko'rdim degan. Mana o Labatay degan ikki sayliq degan bo'ladi al-Hurratdan. Yana hicret qilgan kishilar Madina tarafga hicret qilyapti. Yana Habashdan ziminiga hicret qilgan kishilar umuman Madina tarafga qaytib bordi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Madina tarafga tayyorlik qildi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Janob Rasululloh dediki ala rislik jim tutdi. Fa inni arju an yu'zana li. Cho'qim men menga Alloh tarafdan bir ruxsat izni berilishini umid qilibman degan. Fa qala lahu Abu Bakr Rasululloh Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dediki hal tarju zalika bi abi ant. Sen bu hicret qilishni umid qilamsa mening dadam paydo bo'lsin dedi. Qala na'am. Janob Rasululloh javob berdi dediki ha. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zini Janob Rasulullohga atab to'xtatdi. Rasululloh amra urish uchun ham o'zining qashidagi ikki tugiga maxsus arablarda bo'ladigan yelimliq bo'lgan bir daraxt yoki arablarning ichidagi arablarning banan daraxining xazonlarini ezib halab qilib berdi. 4 oy halab qilib boqqan. Bugungi darsimiz mishada oyoqlashadi. Yeni bir ko'rish bo'yicha Alloh hammanglarni omon qilsin. Alloh hammamizni bu darsdan manfaatlangili, foydalangili. Janob Rasulullohni hayotimizda o'ligi qilib mang'ili Alloh muvaffaq qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.